Ko'kcha masjiddan shunda to'g'ri kirib kelganimizda, bunaqasi bo'lsa 5 qozonga chiqib ketadigan ko'cha. Shayxontohur tumanidan sizga 3.2 sotixli bitta obyektimizni reklamasini qilib beraman. Ko'chalari juda keng. Ya'ni bitta orientirimiz 168-maktab. Shunda maktabga yetmasdan joylashgan mana shu xonadonimiz. Bino podvol 1 va 2 qavatlarimizni общий 300 kvadrat. Oldi tarafida yashil maydon uchun joyimiz qoldirilgan. Bu bo'lsa kiraverish eshigimiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Kirib keldik. Darvozaxona navestiga bemalol 2 ta 3 ta mashina qo'ysa bo'ladi. Yana bitta zo'r tarafi plusi shundaki, mana shu binoyimizni orqa tarafi shundoq ko'cha. Oldi tarafdan 2 qavat, orqa etek qismi bo'lsa 1 qavatli binoyimiz qilingan. Hozir mana shu 1 qavatdan boshlab planirovkamizni ko'rsatib tanishtirib o'taman. Kiraverish eshigimiz, qani bismillahirrohmanirrohim. Kirdik, bu yerda bizning oshxona qismimiz joylashgan. Bu xonadonimizda 2 ta oshxonamiz bor. Birinchisi 1-qavatda, ikkinchisi 2-qavatda qilingan. Oshxona bu ovqatlanib o'tiradigan joyimiz, stalovoy va shundoq yonida bo'lsa bitta katta zalimiz qilingan. Ochib yuborilgan, как studiyniy formatda bo'lib turibdi. No, albatta siz xarid qilganingizdan keyin bemalol yopib qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Birinchi yotoqxonamiz o'zining ichida sanuzel, oynalari o'sha orqa tarafdagi ko'chamizga qaragan. Remontlarni okam asfalt qilib qo'yibdilar. Bugungi kundagi zamonaviy attachentani effektini beradigan aboylar yopishtirib qo'yganlar. Keyingi xonamiz bo'lsa bu qiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Xuddi shunaqa 3 ta spanlarimizni hammasini oynasi orqa taraf ko'chaga qaragan. Keyingi yotoqxonamiz bo'lsa bu bolalar uchun, o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan spanlarimiz. Shunda birinchi qavatimizning o'zida 3 ta spanli, bitta zal, bitta hol, bitta oshxonamiz bo'ldi va shunda uyga kirishimiz bilan bo'lsa, o'ng qo'limizda yana bitta zalimiz bor, hozir ko'rsataman. Hovliga kirdik, ro'paramizda ham bu bizning общий sanuzelimiz, tashqari tarafga uchun mo'ljallangan. Bu yoqdagi xonamiz bo'lsa, zalimiz, yana bitta gostivoy zal. Xohlasangiz bu xonani yotoqxona qilib olsangiz bo'ladi. Chunki qarang, hozir birinchi zal bo'ldi, ikkinchi zal bo'ldi, ikkinchi qavatda ham bitta zal qilingan-da, bo'ldi bilmadim, 3 ta zal qilindi. Qanaqa bo'ldi? O'zi 2 ta zal so'rashyapti, 3 ta zal bilmadim. Вообще ko'p mehmon kutaman desangiz, 3 ta zal qilib ham qoldirsangiz bo'ladi. Ikkinchi qavatimizga chiqdik, yana bitta oshxonamiz joylashgan. Mabodo sizga agar oshxona kerak emas bo'lsa, shu yerdan shuni devorni to'sasizda, bu joyimizni bitta bolalar uchun yotoqxona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan bu yoqda общий sanuzelimiz. O'zining ichida dushevayasi bilan joylashgan. Keyin bu yoq tarafda bitta zal qismimiz joylashgan. Bitta zalimiz bor, yana ikkinchi qavat uchun. Va shundoq yonida bo'lsa, yana bitta yotoqxonamiz joylashgan. Binoyimiz 300 kvadrat, xonalarni ko'rdinglar. Endi planirovka sal необычныйroq chiqqan. Hovlimiz 3.2 sotiq, joylashgan joyi ham juda zo'r joyda joylashgan. Mana shunday bir qadam Ko'kcha masjidi, 5 qozon, Archa ko'cha, Nurafshonlarga chiqib ketishga lokatsiyalarimiz juda zo'r joyda joylashgan. Menimcha sizni bitta katta oilangizni o'zining ichiga bemalol sig'dirib oladi. O'zi bilasiz, yerning narxi agar 2 yon taraflama ko'cha bo'lsa, oddiy yerlarga nisbatan qimmat bo'ladi. Keling, bitta ko'ring bu joyimizni, bizda bo'lsa joyi egalarining telefon raqamlarini videoni описаниесida yozib qoldirdik.